To'xta deyman. Qaçma, to'xta. Singlingni nemishqa qo'g'laysan? U o'zi deppasin bova. Bova, men hech nima qilmadim. Yolg'on aytqinni qara teqi. Sizlarga zodi nim bo'ldi? Kechirgin bova, u meni teriktirib, ochig'imni keltiribdi. Qara o'g'lim, har qancha ochig'ing kelgan taqdirdimi, hech qachon yomon so'z qilmasliging lozim. Bolalarım, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam musulmon tili va qo'li bilan boshqalarga ziyon yetkazmagan kishidir degan. Şoňa biz başqalarga silliq sipoya muomala qilishimiz hamda chiroyli so'zlarni qilishimiz lozim. Kechirgin bova, nasihatlaringni cho'qim esimda saqlayman. Kechirimni singlingdan so'rsang, texmi joyida ish qilgan bo'lasan o'g'lim. Sendan kechirim so'rayman, umaq singlim, meni kechirgin. Angladingmi qizim? Akang aplashib qolayli deb sendan kechirim so'rayotdi. Senmi gap qilmay qarab tursang bo'lmas qizim? Bo'ladi, seni kechirdim aka. Ha, endi yaxshi bo'ldi qizim. Musulmon mana mushundoq bo'ladi. Musulmonlar her vaqt atrofdagi kishilarga silliq sipoyi muomala qilish kerak. Endi sizlarga payg'ambarimizning hayoti haqidagi voqealiklarni so'zlashni davomlashtiraymi bolalar? Ajab yaxshi. Biz shularni anglaylik deb sizni izlab qolgan edik. Amsi boshladim bolalarim. O'tgan qatim payg'ambar alayhissalomning hayoti haqidagi hikoyani so'zlab, Abdul Muttalibning o'g'li Abdulloh bilan Aminaning to'yi haqidagi yerda to'xtagan edik. Mübarek bolsun. Rahmet. Allah seni öz panahida saqlasın. Rahmet. Kız tarafının uyuga qachon barmoqchi bo'lyaptila? Ata, ballarim bilan birga yo'lga chiqamiz. Meningmi Yasribda qiladigan ishim bor edi. Malol ko'rmay menimi ilib olgan bo'lsizlar. Albatta bo'ladi. Habeşistan padişahı, Yemen devletinin sultanı, Necaşi alileri yaşıgayla. Kelginingni qarshi olamiz. Yemen hakimi Abraha. Yemenning ahvoli qandayroq? Hürmetlik alilerinin iltifatida diyarimizda tiniş, hatircemlik hüküm sürüvatıdı. Huzurimga isil soğuk salamlarını ep kepsen. Tolumu yaktırdım. Yemen'de sansanaksız mal dünyaya erişken okşumam sen. Canabi alilerinin saltaneti aldıda elip kelgenlerin fakat denizden bir tamçı. Yemenlikler devletimizge karşı hareketli bolmagandı. Ular hükümranlığına boysunup yaşavatam diye. Çaresiz iş yok saltanetlik alileri. Canaplarının hükümranlığındaki başka vilayetlerge okşaş diyarımızda mı tiniş amanlık hüküm sürüvatıdı. Hatırcam boldum. Ondaq diyeni başka mesele bolsa tatınmay sözle. Alileri mühim bir mesele var idi. Qine eti? Huzurlarına kelip etip kallamga bir plan kelip kaldı. Alileri icazet kılamdilikin bilmedim. Nemi plan? Qine eti baqqine? Hürmetlik alileri, Yemenlikler ve onun yakın etrafındaki kişiler bir ibadetxanaga çokunudu. Qol ilikidiki mal mülkini şu ibadetxanaga ataydı. Fulqum sende Abraha. İgenligen işençlik malumatlardan qaraganda Yemenlikler mal besatını, qurbanlığını her yılı malum bir pesilde Mekke şehrdeki Kabe degen konu ibadetxanaga ilip bararmış. Ular hacı buluş üçün Kabe'ni tavaf kılarmış. Kabe'ni bek uluk bilermiş. Ama nemi üçün şunda kıldığanlıqını bilelmedik. Nime? Ular qurbanlıqni aşı cansız taş butlarga beremdiken, but ularga hech qanday ish qilib berolmaydigan cansız heykel tursa, acaba ular buni bilmemdikine? Alileri, mening bir planım var. Qani aytqin. Bir çare amal tepip, ularning ibadetgahini Yemenga yetkazsak, o çağda nurg'ulg'an baylıqlar alilerinin xazinasiga o'zligini kiratdi. Abraha, qanday qilay deysan? Alileri, meningcha bu yerga to'liq ko'rkam, hashamatli bir cherkov salsak, cherkovning ichini chiroyli bezsak, Yemenlikler hac ibadetlerini bu cherkovda qilsa deyman. Eğer bu plan ishga eshib qolsa, ularning bütün mal dunyoları bizning bo'ladi.
Ular Kabe'ni tashlab bu çirkavga kelermi? Hac faoliyatini çirkavda kılarmı? Alileri, menimce ular çokum şundak kılıdı. Çünkü ular nadan xalq. Bu nadanlar çıraylık, həşəmətlik bir çirkavının barlığını bilse, o konu öyge hergiz barmaydı. Kabe adlı bir öy, ular bundaq həşəmətlik öyünü görse, aldı kendini qaramay Kabe'ni taşlap bu yerge kelişidi. Bundaq bolğanda biz mu məqsidimizgi asanla yetimiz. Ebrehe, bu boluduğan plan eken. Men obdanırak oylanıp andın sana cevabını berey. Çirkavga nemi dep isim koymakçısan? İsmini El-Qalis koysa qandaq bula alileri. Qalis bizning tilimizda Kres degan ma'noda o. El-Qalis. Aşu həşəmətlik çirkavga layık isimken. Ey kumandan, Yemenliklerden haber var mı? Kres çirkavi hakkında bir yaxşı haber var mı? Hozircha hech qanday xabar yo'q. Bu ish biz o'ylagandek uncha oson ishga oshmaydigan o'xshaydi. Qandaq deysan? Payloqchilarimizning ma'lumotiga qaraganda, arablar bu taklifga rozi emasmish. Buni qabul qila olmasmish. Ular faqat Kabini ulug'larmish. Yamini kelsa Kabini qo'dash uchun urush qilishga tayyormish janoblari. Hozircha ular xalqimni degeç tursun. Vaqt kelganda yana qilish chiqsa, ularga majbur qabul qildirishga biz bor. Ularning hozirgi pozitsiyasi kayfiyatimizga ta'sir yetkazolmaydi. Bilsang, ular chiving'imi cheqila olmaydigani haq. Men bu xalqning adabini obdanroq berib qo'ymasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Ularning kabisi ulug'mi yoki biz soladigan bu chirkov ulug'mi? Qarab tursin. Ularga buni bildirib qo'yaman. Merhaba Baraka. Aminaning ahvoli qandaqroq? Obdan turvatamdı. Ahvoli yaxshi. U meni bozordan o'ziga kiyim elib kelishga buyurgan edi. Mana bozorga ketyapman. Aminaning tug'i yaqinlab qoldi-ku deyman. Hozir ahvoli yaxshidir, ha? Texi vaqti bor-ku deyman. Alloh uni va homilini o'z panohida saqlasin. Aminaga salomimni yetkaz. O'g'lim Abdullohni Shamga avatgan edim. Bugun kech Aminadan ahvol so'rag'li, yeni kirdiganligimni aytqin. Bugün muşinçlik bolsun ballarım. Allah halısa hikayenin davamını ati eytip berey.